Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin bugünkü devamında İmam Bukhari Hazretleri mundaqlaydı. Ayol kishiniki masjidda uxlashi haqida, ya'ni ayol kishi masjid tursa bo'ladi bo'lmamdi degan mazmun haqida to'xtalib. Bu 439-numurli hadis. Bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi alayhi bizga Ubayd ibn İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu hazretlerining ustozi bo'ldi. Bu zot deydi bizga Abu Usama Hisham dadisidan, Urvat ibn Zubayrdan. Urvat ibn Zubayr hammasi Ayşe anamizdan bayon qilgan bu hadisni. Bu hadisdagi bütün raviylarniki tarjimali boshda o'tgan. Bir qari bir ayol deydi, bir dedek ayol bo'lganda, bir arablarniki ma'lum bir qabilasi, ma'lum bir yurtida. Bular bu ayolni ozod qilgan. Azat qilib o'tgan, qulluqdan azat qilib o'tgan. O'zi bordigan, turdigan yeri bo'lmagan ekan, ya'ni shu ko'nib qilib, shular bilan birga yashagan, shu qabilalar bilan, shu o'zinki g'o'jadarlar bilan birga yashaganda. Bu ayol shu deb kelyapti, yoki Oysha onamiz deyapti. Shu arablarniki bir qizi ko'chaga chiqqan, ya sirqqa chiqqanda, o qizvolninki mushu teri jipdan yasalgan, teri jipga o'tkazilgan qizil bir gilapkisi var ekan, majini var ekanda. Shuning bilan o ayol deydi, qari dedek ayol deb turibdi. Bu majinni yab qo'yib qo'ygan yoki chupib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi rivoyatlarda shu qizvolniki to'yolab juyingan vaqtida bir yab qo'yib qo'yib juyingan deydi. Vallohu alam. Shu asnoda deydi. O gilapka o macan yerde taşlanıqlıq holatda bir qochig'i kelib, onu go'shtmiki deb o'ylab qilib, onu ko'tarib ib qochgan. Chunki ma teri jipga o'tkazilgan ekan, marvoyit ani lavildab go'shtninki bir shaklini ko'rsatganda. Shuningdek bu ayol deydi, buni izdebdi bu arablar topolmabdi bu oila. Topolmagan ekan, o ayol deydi, meni bular eyplab meni töhmese elib aldın deb bu qar dedekti meni eyplab atdı deydi. Şunu olan ayol yana deydi izdeşki başladı. İzdep tapamadı. Hatta o ayolning şu evret azalardan tatip izdep ketdi deydi. Kimlerin saldıgan boz kerek? Nauzubillah. Bu ayol ya qar dedek bichara yana shundaq deydi. Men ular bilan shunda turatdim. Ular men töhmet qilib sayli oldum deb qorlab ishta qilib atgan paytda bu qochig'i keliblam o majanni tashib etdi bu yerda deydi. Shundan bu majan gilapga ularning oldiga pokkuda tushgandan keyin shundan menga hamda tilchirib men dedim. Sizlar men mushundan bir gunohdan xoli edim men mushundan. Sizlar meni mushunun bilan ayblidinglarmi? Aybligan narsanglar mana mushumi, mana ilinglar mana mushu shugo dedi. Shu asnoda bu ayolning ko'ngliga bek kelgan bo'lsa kerak. Rasulullohning huzuriga inib ketdi-da bu ayol. Shayda musulmon bo'lib, Rasululloh bilan Madinaga kelib, ya'ni kufr diyardan islomiy diyarga ko'chib keldi bu yerda. Oysha onamiz deydi, bu ayolga masjidda bir chidir tikib bergan edik deydi. Bu yerda ikki xil kalima berilgan, bir xiba degani bu bir chidir rasmiy chidir. Ikki chidir. Habsh degan amaliyotda bu to'qilma buyumlarni sep qo'ydigan bir sevatdan cho'ngroq. Uni chidir qilib ishlatsin bo'lgandek narsalar. Ang muhimi bu yerda shu jongdan, to'ga qo'yning jonglaridan yasalgan bir chidir hamda. Chidir qilib beribdi-da. Shu yerda tug'an, bu masjidda tug'an, turadigan yeri yo'q Madinada. Oysha onamiz deydi, bu ayol mening qishimga kelib, davomli men paranglashib turadi dedi men bilan. Ko'ngil tatgan Oysha onamizni. Huzur his qilgan, ko'ngil rahat topgan, o'zining paranglarini deb bergan. Oysha onamiz deydi, darhol shu mening kelimga kelsa, bu yan gapni qiladi, keslam mushta to'yandik she'rni o'qiydi. Va yawmal vishahi min ta'jibi robbina ala innahu min baldatil kufr anjani. Yawmul vishah şu macan kuni demek, macan yüz bergen kun degan Parvardigorimning Allohimning ajoyibotlarining biri bu dedi. Meni bu kufr shahardan qutqazgan kun o deb bir xil iftixor bilan bir so'yinib turib mush gapni deydi, mush she'rni o'qiydi. Arablarning asosan ko'p qismi shoir keladi bular. Oysha onamiz deydi,
bu qizvalga bu ayolga dedim bu nima bo'lgandingiz? Bu men bilan o'ttasingizlar mush gapni deysiz desam, menga mush voqelikni so'zlab bergan deb shundoq deydi. Demak bu hadisda bildirilgan muhim temalar hamda asosan Imom Buxoriyning so'zi bo'yicha ayol kishi ehtiyoj tufaylidan masjidda tursa bir mezgil turib tursa bo'ladi degan bo'ladi. Ondan başqa hamda ulamolar bu kafir bo'lsa Alloh subhanahu va taolo mazlumning zulm uchirgan kishiningki duosini ijobat qildiganligi chiqib turyotidi. Yana birsa ulamolar aytadi, bu hadisga asosan bir insonga bir shaharda fitna yuz bergan ekan, bir yomonlik, bir shumlik paydo bo'lgan ekan, bu yerdan ko'chib boshqa bir shaharga ko'chib ketgani bu sunnat deb bunda qaraganlarmi bor. Yani biri İbn Usaymin rahmetullahi aleyhinki deyişçe, bazı insonga tashqi ko'rinishdan aytdi ziyonliqdek, odamga bir jafodek bilingan mehnatlar, azoblar insonni eng yaxshi bo'lgan xayrlikka so'rab eklishi mumkin. Mush ayolga yuz bergan mush besim, ruhiy besim Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzuriga kelib musulmon bo'lib, Rasulullohniki hurmatiga sazovar bo'lganligini bildiryotdi. Bu hadisga İmam Buxoriyninki demoqchi bo'lgan muhim nuqtasi hamda ayol kishi masjidda qo'nsa bo'ldi demoqchi. Hamda tövendeki bab, başdagi babda ayol kishining masjidda qo'nishi, tunishi haqida to'xtalib, tövendeki babda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh masjidda erlar qo'nsa, tunsa bo'lamdi, bo'lmamdi deyapti bu yerda. Abu Qiloba Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bayon qilgan bir hadisda mundaq degan. Okel qabilasidan bo'lgan bir turkum odamlar payg'ambarimizning huzuri muborakka kelgan bo'lib, bular suppida yashagan deydi. Suppi degan ayni vaqtida masjidniki masalan shimoli tarafida bir suppi bor, suppa. Shunlashqa bularni ahli suffa deb atagan. Bularniki qildigan ishi bu yerda turli muhojirlar Madinaga kelganlar. Madinadagi yerlik aholilari ansariylar deb atalgan. Bu yerga kelgan ko'chmanlar muhojirlar deb atalgan. Bu muhojirlarniki ko'pinchisi kambag'allar, ojizlar, bechoralar, yurtini, uyini, balavoqisini tashlab chiqqanlar. Rasulullohniki so'ziga ovoz qo'shib, mushada bir islomiy markazga to'plashib, yashash uchun mushaga to'plangan kishilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularga yaxshi o'rin hozirlab berish uchun masjidniki bir chet tarafini Qiblaning keyin tarafini Rasululloh bular hojatgan. Bu shular shu yerda yotadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 2 kishilik tam qilgan bo'lsa, uchadamga yetadi. Bir kun shular opirib biring degan. Bular bu supida yashaydigan. Bular ba'zi 50, 60, ba'zi 100, 200, 300 bo'lib ketgan bunda odamlar. Kambag'al odamlar. Bular nimishqa supa ahli deymiz degan vaqtida, bu supida yashag'achqa supa ahli deymiz. Supa ahli deymiz. Bu sopularninki masalan supu ahliga nisbat berilgani xato. Sofi kelimasi oxirida ya harfi bor. Lekin supu kelimesida supuda ya kelimesi yo'q. Bu ayrim iboralar. Bu ayrim hukm, bu ayrim hukm. Abdurrahman ibn Abu Bakr deydi. Bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning o'g'li bu odam deydi. Ashabi suffa, bu supu ahli, supuda yashaydiganlar odamlar kambag'al odamlar edi degan. Masalan, jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu shu supa ahlidan. Abu Hurayraning yotadigan joyi yo'q, turadigan o'rni yo'q, teriydigan dehqonchilik o'rni yo'q, boqadigan qo'y kalisi yo'q. Bular faqat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurida dars anglaydi. Rasululloh jihad chaqirgan vaqtda bu jihad chiqadi. Bularning qildigan xizmatlari Allohning chaqiriqiga kechar kunduz ovoz qo'shish, davlatni gullantirish, kunduzlari shu masjidniki ishlarini qiladi. Suv, o'tan, bir-biriga yordam berdi. Shundaq bular ham ibodatni, ham ijtimoiy faoliyatni o'ziga oid markaz qilgan kishilar umuman albatta vaqtda. Bu hamda 440-numurli hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot dedi bizga Yahya hadis so'zlab bergan Ubaydullohdan deydi. Bu zot dedi menga Nafi hadis so'zlab bergan dedi. Nafi bo'lsa menga Abdullah xabar bergan dedi. Chunki Nafi Abdullah ibn Umarning ozod qilgan bir ozod gardisi. Shunlashqa Nafi ko'p hadislarni Abdullah ibn Umardan bayon qilgan, buni ishonchli hadis qatoriga kirdi. Hamda Abdullah
radhiyallahu anhu Abdullah ibn Ömer şundaq deydi. Yaş vaqtida, boytaq öğlenmegen vaqtida mescidde uxlaydı. Peygamberimizin mescidde uxlaydigan edi deydi. Endi bu yerda Ebu Kılabi bolsun, Abdurrahman ibn Abu Bekir bolsun, İmam Nafi' radhiyallahu anhumlar bolsun, sahabeler, tabi'inler, şular. Bular hemmisi bu yerda mescidde uxlaydigan ahvallarni deb turibdi. Bu boytaqlar uxlagan, ba'zi kambag'allar uxlagan. Demek bu İmam Buxoriy rahmetullahi alayh mescidde uxlasang bo'ladi demekçi. Endi 441 numurlu hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Qutayba ibn Sa'id hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat bizga Abdul Aziz ibn Abi Hazim hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishi Abi Hazimdin dadisidan. Bu kishi Sahl ibn Sa'd'din. Bu sahabe, bu ravilarning tarjimalı başta misling o'tdi bo'lg'ay. Faqat shu Abdul Aziz ibn Abi Hazim degan kishiniki tarjimalı başta o'tmagan, ha. Qolganligi tarjimalı başta o'tgan. Hamda Abdul Aziz ibn Abi Hazimniki Selmet ibn Dinar Abu Tamam al-Madani degandek nomlar bilan mashhur. Hijriya 107-yili tug'ilib, Hijriya 184-yili o'lib ketgan. Tabiiy tabiinlar qatlamidagi muhaddis faqih. Madinaningki büyük faqihlardan sanaladi. İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi alayh Medine'de İmam Malik'ten keyin qalsa bu Abdul Aziz'din faqih odam yo'q degan. Onundan başqa bu odamniki bir ortiqchiligi sajdada qilayotgan holatida o'lib ketgan. O'limi bir o'ziniki solih ekanligiga shohid bo'lgan odamlarniki biri. Bu kishi o'ziniki dadisi Abi Hazimdan, Zayd ibn Aslamdan, Hisham ibn Urvadan qatorliq shu büyük tabiinlardan hadis bayon qilgan. Hamda ulamolarniki bu kishiga bergan hadis ilmidagi baholar qatorida ishonchlik, hadislari yaxshi edi degandek. Mesela İmam Malik'ninki bayon qilbasi buni aytdi, güzel baholarniki biri deb sanaladi. Ishonchlik edi, chataq yo'q edi degandek baholarni bergan. Mesela İbn Hajar Asqalani katta muhaddis shu odamni bu odamning faqihligini, rostchil ekanligini shu zamonadagi kishilarniki bu kishiniki so'zni dalil sifatida e'tirofga olganligini bayon qilgan. Demak, hadis ulamolarniki nazardagi ishonchlik buyuklarniki biri deb qaralgan. Hatta hamda İmam Malik rahmetullahi alayhi İbn Abi Hazim ba joyda yashagan kishilarga ularga azob duchor bo'lmaydi, nafratga duchor bo'lmaydi degandek ishonchlik javoblarni bergan. Demak, bu kishining kimi e'tiborini, zo'rliqni bilib turyapmiz. Mo'yma hamda Sahl ibn Sa'd degan kishi sahobadan bayon qilgan bu hadisni. Bu zot deydi, Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima onamizning uyiga kelibdi-da. Uyda Ali radhiyallohu anhu yo'q. Bu tog'ingizning o'g'li qana dedi payg'ambarimiz. Chunki bular payg'ambarimiz bilan Ali ibn Abi Talib nevra bo'ladi. Fatima onamiz debdi-da, azroq bir shulab qolgan aramizda. Mendan ochiqlab chiqatdi-ku, gapmi qilmadi, ya'ni gapmi qilmadi emas. Bu yaqul bo'lsa, falam yaqul bo'lsa gap qilmadi deydi. Falam yaqil deb kelsa, men qashim uxlamadi debdi. Bu tushlik uyqu. Tushlik uyqu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir aylanga dedi-da, qarab baqa nima ekan, u deb odam chiqardi ekan. Shuni bilan bu odam yetib kelib, "Ya Rasululloh, masjid uxlab qolibdi Ali" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelsa degandek, Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'ndisiga yetib uxlayotgan. Ridasi kiyimi yan tarafı ichilib qolgan. Hatta bu yerga shu to'pig'i milinib yetib ketganda, to'p tegib qolibdi. Payg'ambarimiz to'pini surtib, badanini silab. Bundaq deydi. Qo'p abo turab, qo'p abo turab. To'pining dadasi degan bo'ldi. Ey to'pi yetib olgan degandek bir gap hamda. To'pig'i milinib olgan degandek gap. Qo'pa o'rnidan tura deydi. Birinchidan bu hadisda bizga mo'yin bo'lgan nuqta İmam Buxoriyniki bobdagi tarjimali bo'yicha uxlasa bo'ldi deganlik bo'ldi masjidda. Boshqalarga azob bo'lmagan ahvol ostida, boshqalarga qiyinchilik tug'dirmagan ahvol ostida
uxlasak boldy degan boldy mescitde. Birinci nişan baba. Onundan başqa bu hadiski bugün iştigişlik ajaýyp zor. Bular bu çoňlaryna nisbeten bek muhim ders bar. Hem de Ayşe Fatıma anamız uruşup kalgan toğa baldırak bir açıqlap kalgan ketken gep talışıp kılıp degendiken Hazret Ali'nin mu ahlakını bilip agıl boldu. Erlik salayet noqsudun. Derhal taň tuma ketkenlike bu mu ailini saklap kalışnınki muhim bir asasy. Adama kayıntı boğa adamның mu Peygamberimiz kaşığı berip boynun boğantıň dep onu koçulap kızımni ya buna hap qıpsa ya hap qıp qoyapsa degende gepni açmasdan nim bolduğun dep onu da çıraylık çaq-çaq qılıp onu yaxşı illiq mulayim muamil qılıp gep qılganlygymy muş kayınta kuygal münasebeti olsun ayollyk münasebet olsun bu bek hemmimizge daýat ders boğdek muhim bir ahlakla bayan kılıngan bir haletli bu. Hem de 442 numaralık hadiske kelip toktaldık. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi hazretleri bizge Yusuf ibn İsa degen kişi hadis sözlep bergen idi dedi. Bu Bukhari'nin ustazı. Bu zat dedi bizge İbn Fuzeyl dadysydyň. Dadysy Ebi Hazimdin. Ebi Hazim Ebi Hureyre'din bayan kıygan dedi. Ebi Hureyre'din. Bularning hemisi terjemaly başda ötdi oğay. Bu adam dedi Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Men Ashab-ı Suffedin dedi. Muşu Suffe ählidin 70 adamni kördüm. Men 70 tek adamni kördüm dedi Suffe ählidin. Olarning hiç birde ya rıda olsun. Rıda diyen şu Arapna şu bir kiyim hemde. Şiplam kiyip aldygan. Ya izar, tambal işten bolsun. Ya umum kanda bir kiyim bolsun. Bir boyallarga ma görellerige baglawagan yoktu. Yani kiyimi toluk emesi deydi. Olarning kiyimi bäse şu paçakның yerim geçemiş tizansal astıgırak düşetdi deydi. Bäsinin hoşuq yetkidekleri vardı. Bu evrit görünüp kalmışsın dep kokap kiyimlerini kolda için jıgıp alatdı deydi. Yani bir kolda kiyimlerini için jıgıp alıp müşta namaz okuydu deydi. Bu nime diye vaxtıda bularning naiti sahablarniki kembagallıqı kolunun qısqılıqını bildirip atdı bu yerdə. Bu hadiste hem de umumen sahablarniki kembagal turmuşu eks ettiriş bilen birge bunun kolunun qısqılıqı bayan qılыныşı bilen birge Ebu Hureyre özü Ashab-ı Suffedin boğaçqa köpünçü bularını hem de mescitlerde görgen. Şoňa bany işaret şekilde bayan kılıp ötäwadi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu hadiski ravilarning hemmisini terjemaly ötken ýöli ki İbn Fuzeyl'ninki dadysy Fuzeyl ibn Gazwan ibn Jarir az-Zabbi degen kişininki terjemaly başda ötmegen. Bu İbn Fuzeyl'ninki dadysynyň ismi Fuzeyl ibn Gazwan ibn Jarir dep atalgan. Kufininki daňyk hadis ulamalaryndan biri işençilik dep tariflengen. İmam Ahmed bolsun we onuň da başga hadis alimleri öz döwründe işençilik dep tariflegen 140-njy ýyly ölüp ketgenligi hatirlengen. Hem de hadis ilmiga koşkan töhfler qatarında İmam Bukhari'ninki Sahih Bukhari'de 13, Sahih Müslim'de 15 tane, Tirmizi'de 6, Ebu Davud'da 5 tane, Nesai'de 3 tane hadisi muş edemligi isminden qıp qalgan. Şoňaşqa bu kişinin hadis ilmiga koşkan töhfler qatarında ölümala tarifiga algan. Bugün dersimiz müşahit boğay ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.